Assalomu alaykum. Python asoslari kursimizga xush kelibsizlar. Demak, bugungi darsimiz birinchi dars bo'lganligi uchun kirish darsi bo'lib o'tadi. Demak, darsimiz 3 ta rejadan tashkil topgan. Bu Python dasturlash tili haqida gaplashib o'tamiz. Ikkinchi qismda dasturlash muhitini o'rnatish hamda uchinchi oxirgi qismida birinchi dasturimizni yozamiz. Demak, ko'p cho'zib o'tirmasdan Python dasturlash tili haqida gaplashishga o'tadigan bo'lsak, Python dasturlash tili yuqori darajadagi, o'rganishga oson va juda mashhur dasturlash tillaridan biri hisoblanadi hamda u 1991-yilda Guido van Rossum tomonidan yaratilgan hisoblanadi. Demak, Python ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Misol uchun, veb dasturlash, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili, avtomatlashtirish, o'yinlar yaratish, kiberxavfsizlik sohalarida demak keng qo'llanilib kelinmoqda. Demak, ko'p cho'zib o'tirmasdan darsimizni keyingi rejasiga o'tamiz. Bu dasturlash muhitini o'rnatish bo'ladi. Biz darsimiz davomida bizga ikkita qurilma kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda Python hamda kodlarimiz yozish uchun matn muharriri, ya'ni VS Code kerak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda kompyuterimizga Python o'rnatilgan bo'lishi kerak. Pythonni qayerdan o'rnatamiz degan savolga javob Pythonning rasmiy sayti, ya'ni python.org saytidan download qismiga o'tib, downloadni bosamiz hamda download bo'lgandan so'ng next bosilishi kerak, ya'ni keyingisi o'rnatishni. Faqat bizda Windows userlarda bitta xuddi shu oyna kelib chiqqanda add python to passni demak correct qilib turib install now qilishimiz talab etiladi. Demak, o'rnatganimizdan so'ng o'zimizni terminalimizni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, ochib olganlarimizdan so'ng o'zimizning, ya'ni Windows uchun Python yoki Py bo'ladi. Hamda bitta probel tashab, ikkita chiziqcha version deb yozsak, enter bossak, Python hamda Pythonimizni versiyasi kelib chiqishi kerak bo'ladi. O'shandagina Python bizda o'rnatilgan hisoblanadi. Demak, mana menda kelib chiqdi. Demak, menda o'rnatilgan. Keyingi etap VS Code, ya'ni matn muharririni o'rnatish bo'ladi. Demak, VS Code haqida gaplashadigan bo'lsak, Visual Studio Code, demak kengaytmasi, dasturchilar uchun juda mashhur kod muharriri bo'lib, u Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan hisoblanadi. O'rnatish bosqichi, demak, birinchi o'rinda rasmiy saytiga kirib olar ekanmiz hamda download tugmasini bosib, next bosib o'rtib ketar ekanmiz. Demak, mana rasmiy sayti code.visualstudio.com hisoblanadi. Demak, kirganimizdan so'ng download for demak Windows bo'lsa Windows deb turadi, Linux bo'lsa Linux deb turadi, macOS bo'lsa macOS deb turadi. Demak, bosib next bosib o'rnatib olganimizdan so'ng ochishimiz kerak bo'ladi. Demak, VS Code'ni ochganimizda xuddi shu oyna kelib chiqadi. Demak, xuddi shu oyna kelib chiqqandan so'ng biz mana tozaroq holatga keltirib olamiz. Tozaroq holatga keltirib olganimizdan so'ng, demak, VS Code'da Python ishlatish uchun biza VS Code o'rnatilgandan so'ng extension bo'limidan Python deb qidiring. Extension bo'limi qayer degan savolga javob mana bu extension bo'limi hisoblanadi. Demak, bu yerdan Python deb qidirib olamiz. Demak, bizda Python chiqdi mana. Demak, mana install qilib olishimiz kerak hisoblanadi. Install bo'lgandan keyin xuddi mana shunaqa ko'rinishga kelib qoladi. Demak, install qilib bo'lganimizdan so'ng VS Code Python dasturlarini yozish va ishga tushirish uchun tayyor hisoblanar ekan. Buni tekshirish uchun endi birinchi dasturimizni yozamiz. Demak, birinchi o'rinda dastur yozishimizdan oldin kerak bo'ladigan narsalar, eslatmalar. Demak, Python dasturlari .py kengaytmali fayllarda yoziladi. Bu kengaytma faylning Python Programming Language dasturlash tilida yozilganini bildirar ekan. Misol uchun hello.py
Demak, har doim .py bilan tugashi shart ekan Python fayllarimiz. Demak, VS Code ga kirib olamiz. Endi open folder qilamiz. Open folder qilganimizdan so'ng, demak, men o'zim yaratib olganman. Birinchi o'rinda new folder qilib olamiz. Demak, dars 01 deb yaratib olamiz hamda open deb bosishimiz kerak bo'ladi. Hammasiga yes deb yozaveramiz. Buning ziyoni yo'q. Demak, mana dars 01 degan faylda turibmiz. Papkada turibmiz aniqrog'i. Endi buni ichiga fayl yozib olamiz. Demak, main odatda fayllarimiz main deb nomlanadi hamda bizda .py bilan tugashi kerakligi uchun .py deb yozishimiz kerak bo'ladi. Mana, demak, faylimiz yaratildi, main.py. Demak, bugungi birinchi dasturimiz bu print metodi bo'ladi. Print yozganimizdan so'ng buning ichiga, demak, qavslar, qo'sh tirnoqlar ichida bu, misol uchun, mening birinchi dasturim deb yozadigan bo'lsak hamda saqlanit qilib turib bitta run bosadigan bo'lsak, bu mening birinchi dasturim deb chiqdi. Demak, print metodining asosiy maqsadi bu biz yozgan tekstlarni, demak, terminalga chiqarib berish hisoblanadi. Misol uchun, mana yana print deb yozamiz hamda bunda, demak, e'tibor beramiz, ikkitalik qo'sh tirnoqda yozdik. Buni bittalik qo'sh tirnoqda ham yozsak bo'ladi. Misol uchun, bu ikkinchi qator. Misol uchun, hamda bitta saqlanit qilib turib run qilish uchun, demak, Python 3 hamda faylimizni nomini yozsak ham run bo'ladi. Mana, bu mening birinchi dasturim hamda bu ikkinchi qator. Bu ikki qator. Mana, ikkalasi ham chiqdi. Bunda, demak, qaysi biri o'zimizga qulay bo'lsa, o'shani ishlatishimiz ham mumkin. Ikkalasi ham to'g'ri, hech biri xato emas. Ya'ni bittalik qo'sh tirnoqmi, ikkitalik qo'sh tirnoqmi, farqi yo'q. Bizda, demak, sonlarni chiqarishda shunchaki sonni o'zini ham yozishimiz ham mumkin. Mana, buni yana qayta ishga tushiramiz. Mana, 20 ham chiqdi. Demak, sonni o'zini yozsak, agar son sifatida chiqarmoqchi bo'lsak, sonni o'zini yozamiz. Agar sonni matn ko'rinishida chiqarmoqchi bo'lsak, biz qo'sh tirnoqlar ichida yozishimiz kerak hisoblanadi. Demak, qisqacha bugungi darsimiz shu, kirish darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.